Bizim xolamiz kardiologga aytmay kelgan xolamiz bor. Ana qilib aytmay davolanib olganlar. Faqatgina kelganda o'zingiz ishga aytib berasiz xolajon. Bo'ladimi? Ha. Qanaqa xolajon? Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyatining Bo'yda tumanidan Beshtarak qishlog'idan mana shu yerga 27-noyabrda birinchi litseyga keldim. Kelganimda men YouTube'dan keldim. Bu doktorimizga shikoyatlarim rosa ko'p edi. Birinchi yurak yetishmovchiligi, ikkinchisi oyog'im og'riydi, tizzam og'riydi, tinmay davlenam oshadi. Nihoyatda ko'p davolanaman. O'shanda ham bega kelganimda ham bir oy burun bansida yotib chiqib keldim dedim bu Bekzatjon o'g'limga. Birinchi davolanishda ancha nima bo'ldim. Yana kelasiz deyishdi. Unda ham ancha yengil bo'lib yaxshi bo'lib ketdim. Nimagadir mana shu o'ng oyog'im, chap oyog'im ishganda ishib bansidan chiqaman yana ishaverardi. Davolanganmisiz bo'ldimi? Rosa davolanganman. Davolanganimdan keyin o'sha siydirish yo'li bilan yaxshilaydi, yana ishaveradi. Mana shu yerga kelib, ilohim masajchi qizlarimga ham Zohidxondan tortib, O'rozgul, Fatima hammasiga minnatdorman. Doktor Shermatovdan tortib, Muharramxon hammasidan minnatdorman. Kelganimda oyog'im ishmay ketdi. Xola ikkinchi litseyga kelasiz. Ham meni vaznim ham og'ir edi. Ikkinchi litseyga keldim. O'sha birinchi litseyda oyoqlarim ishmay yaxshi bo'lib qolgandan keyin bolalarim yana borasiz aya yaxshisiz dedi. 3-yanvarda yana keldim. Mana bugun 10 kun litseyni oldim. Yana yengilman, Allohga shukr. Oyoqlarimda og'rig'i qoldi. Birinchi kelgandim men hassada kelganman. Hozir mana shu yerda yotib mana At-Termizga ziyoratga borib hassani tashab ketdim. Hozir shatda ham hassani tashab shunday yuribman. Beada shukr. Avvalo Xudo bizga mana shunday doktorlarni nasib qilgan. Mana shu yerda rizqimiz bor. Doktorlarni mana shu Bekzatjon sababli doktor qizlarim, hammasi masajchilarim, ayniqsa palatniy vrachim Muharramxon shuni o'zini onasidan ham yaxshi ko'rib hammamizni hurmat qilishadi. Uylaridan apparatlar olib kelib oyog'imga qo'ydi. Xolos sizni shunday yaxshi qo'raman deb. Hammasiga men minnatdorchilik bildiraman. Agar mana shu yerda havas qilganlarchi uzoq yaqin demaylarda kelinglar. Hamma dorilarimiz tabiiy. Hammasini ichasida yengillaysiz. Tubaj degan keyin morsi ham nihoyatda odamning ichini tozalar ekan. Mana shunday yengil bo'lib, bugun shifo topib, Xudo xolasa mana soat 4 da Qo'qonda poyezdga ketamiz. Men bularga Alloh taolodan bitmas tuganmas sog'lik, omad tilayman. Yanada mana shu klinkalari ko'payib, mana hozir Oltiariqda ham shogirdingiz bor ekan. Keldi hozir. Bugun ketyapti. O'shalarga ham omad tilayman. Xalqimizni ukol qilmasdan davolaganiga beadad shukr. Rahmat aytaman. Haliga sog' bo'linglar. Oldiga borganingizni aytdingmi? Ha, baydan o'sha 10 kun davolanib, o'sha davolanayotgan vrachimning oldiga bordim. Kardiologning oldiga. Xola bir oyda uchrashasiz. Sizda ham tiqilmalar xavfi bor deyishgan edi. Unday ko'rib, doktor suyunib ketdi. Xola dedi, orqalarimga silab xursandman. Bir dona tiqilish yo'q. Shunaqangi yuraklaringiz tiniq. Xola nihoyatda xursandman deyishdi. Meniki yana dorilarni yozib berdi. Yo'q, bega kelganimda aytmadim. Yashang xola. Bega kelganimda aytmadim. Ammo bir oy burun davolanib chiqqanimga doktor ham yaxshi deb, doktorimiz ham endi yaxshi davolaydi. Endi hammalariga rahmat. Endi shunchalik sizlarga ham rahmat. Salomat bo'linglar. Yurt elni xizmatida charchamanglar. Bitta narsani men aytayin, endi odamlarga ma'lumot o'rnida aytamanki, shu xolamizda hamma joyda shikoyat bor hozir. Bu bitta joyda emas. Bu degani, masalan, hozir yurakka davolanib yuraversangiz agar xolamiz, yurakka keyin sizga biroz stent qo'yaman deydi yoki boshqa narsa qilaman deydi. Lekin bitta narsada biz o'sha stentni qo'ydirish emas, shu tanani ishlatish maqsad. Shuni ishlatdik, oyoqda yurib ketib qoldilar, hassani ham tashladilar, bemalol hansirash ham kamaydi, vesi ham kamaydi, yurak ham yaxshi bo'ldi, charchashlar ham ancha zo'r. Oldingida ancha tana ishlab ketib qoldi. Buni men nima demoqchiman? Ba'zi odamlar reklama qilyapti. Yo'q, bu odamlar bilsinki, shunaqa davolash usuli borligini. Biz o'zi joyimiz yo'q. Xolam kenglar deyapti, joyimiz yo'q opalar, akalar. Shuning uchun telefon qilib hozir ham biz joylashtira olmay qiynalyapmiz. Nega desangiz,
bizda hozir odamlar ikkinchi kursga keldi Duo xolamiz. qilyapmiz, duolarimiz ijobat bo'lib, mana odamlaringiz voy, o birinchi kelganda bunaqa ba'sidi. Kechgacha ham ushalmadim. Yaxshilab duo qiling, xola katta klinika qo'yaylik. Shuna qiling, katta klinika qiling, Toshkentga qiling, Qo'qonga qiling. O ana bo'ldi. Inshaalloh shunday qilamiz. Faqatgina vaqt kerak bizga, ozginagina vaqt kerak. Sizlar uyda qilingizlar. Mana shu xolam qilganday uyda davom ettirishingiz kerak. Uyda qiladigan bo'lsangiz ancha yuradi, ancha ishlaydi. Yuragingiz sanchib sizga signal bergan bo'lsa, bugundan boshlang. Uni kutib o'tirish kerak emas. O'shandan shaqa non yeganim yo'q. O'sha 27-oktyabrda, noyabrda kelgan bo'lsam, o'shandan shaqa hozir hisoblasam 50 kun oshyapti ekan, non yeganim yo'q. Mana shu magniy sulfatni ichib, mana shu doktorni yozib bergan qaysi mumkin emas dorilariga qarab parhezni qilyapman. Allohga shukr, natijasi bo'lyapti. Xudoga shukr. Tabriklayman xola, kelishdik-a. Sizlarga sog'lik, kuch, shijoat. Men hozir yana odam ko'proq edi, xolamni 2 kundan beri niyat qilarim shu xolamni bir chiqarishim kerak edi. Chunki yuragidan siqqan odamlar ko'pdir. Chunki ular kardiologda sarson bo'lib yurgan bo'ladi. Kardiologlarga borib yurgan bo'ladi. Yillab kardiolog davolanayotgan bo'ladi. Chunki yurak xavfi juda yuqori. Odamlar yuragimda urib qolsa, yuragim qiynayapti deb yurakka ketib qoladi. O'zi mana yo'q ishlamayotgan bo'ladi. O'ychi, ichaklar, jigar tiqilib yotgan bo'ladi. Bu shuni tozalab berdik hozir. Hozir ham xolamni shu mana shu yerdan bitta zombir o'pganday turibdi. Mana shu sal shishib turibdi. Yana olishimiz kerak xola. Kelishdik, hali yana olamiz uni. Yana ozroq ozdiramiz xolamizni. Mundoq bo'ladi. Savol xolajon.